Bizda ertalabdan spor ketdi. Bu ikkitasi har kuni ertalabdan Imronni qo'shig'ini qo'yib eshitib o'tirishadi. Shunga E'zozaxon aytyaptilar, bizga salom yo'llasinlar, kelinoyim bilan ikkitamizga deyaptilar. Men aytdim, 24 soatning ichida harakat qilamiz. Obunachilar bilan birgalikda sizlarga ikkitanglarga salom yo'llaydilar. İsmimizni ham aytadilarmi yo shunchaki salom deb qo'yadi xolos? Yo'q, ismingizni aytadilarda, E'zozani kelinoyisi, Mitticha E'zoza deydilar. Shart ketyapti, qarang. Agarda 24 soat ichida video qo'yamiz, agar Imron aka sizlarga salom deb bersalar, ertaga hamma uyni sizlar qiladigan bo'ldinglar, uborkasini. Agar qila olmasangiz. Agar qila olmasam, men hamma joyni tozalaydigan bo'laman. Kelishdikmi? Kelishdi. Katta 24 soat ichida kutinglar. O'shanga do'stlar kommentariyada bangillatib beringni bilaman. E'zozani obunachilar juda ham opasniy. Kommentariyada Imron akani bangillatib beringlar. 24 soat vaqtimiz bor.